Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Bu oyatlari mustahkam qilingan, so'ngra o'ta hikmatli, o'ta xabardor zot tomonidan mufassal qilingan kitobdir. Allohdan o'zgaga ibodat qilmasligingiz uchundir. Albatta, men sizlarga undan kelgan ogohlantiruvchi va xushxabarman. Robbingizdan mag'firat so'ranglar, so'ngra unga tavba qilinglar. U zot sizlarni belgilangan muddatgacha chiroyli bahramandlik ila bahramand qilur va har bir fazl egasiga fazlini berur. Agar yuz o'girib ketsangiz, bas, albatta, men sizlarga buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Aytishingiz faqat Allohgadir va u zot har bir narsaga o'ta qodirdir. Ogoh bo'lingki, albatta, ular undan yashirinish uchun ko'ksilariga boshlarini egarlar. Ogoh bo'lingki, kiyimlariga o'ralgan chog'larida ham u zot nimani sir tutayotganlarini-yu, nimani oshkor qilayotganlarini bilur. Albatta, u zot ko'kslardagi narsalarni ham o'ta biluvchidir. Yer yuzidagi jonzot borki, ularning rizqi Allohning zimmasidadir. U zot ularning qarorgohlarini ham, saqlanib turadigan joylarini ham bilur. Hammasi ochiq oydin kitobda bordir. U sizlardan qay biringizning amali yaxshiroq ekanini sinab ko'rish uchun 6 kunda osmonlar va yerni yaratgan zotdir. O'shanda arsh suv ustida edi. Agar sizlar o'limdan keyin albatta qayta tirilasizlar desang, kufr keltirganlar albatta bu ochiq oydin sehrdan o'zga narsa emas derlar. Agar ulardan azobni ma'lum muddatga kechiktirsak, ular albatta uni nima to'xtatib turibdi derlar. Ogoh bo'linglar kim, u kelgan kunda ulardan qaytarilmas va ularni o'zlari istehzo qilib yurgan narsa o'rab olur. Agar insonga o'z tomonimizdan rohatni tottirib, so'ngra undan uni tortib olsak, u albatta noumid va noshukur bo'lur. Agar unga yetgan qiyinchiliklardan so'ng ne'mat tortirsak, albatta mendan yomonliklar ketdi deydi. Albatta u o'ta xursanddir, o'ta faxrlanuvchidir. Faqat sabr qilganlar va solih amallarni qilganlargagina ana o'shalarga mag'firat va ulug' ajr bor. Ehtimol ular unga xazina tushirilsa edi yoki u bilan birga farishta kirsa edi deganlari uchun o'zingga vahiy qilingan narsaning ba'zisini tark qilmoqchi bo'larsan va undan ko'ksing siqilar. Sen ogohlantiruvchisan, xolos. Va Alloh har bir narsa uzra vakildir. Yoki o'zi to'qib olgan derlarmi? Sen agar rostgo'y bo'lsangiz, unga o'xshash 10 ta to'qilgan sura keltiring va Allohdan boshqa kuchingiz yetganki kishini chaqiring deb ayt. Agar javob bera olmasalar, bas bilginki u faqatgina Allohning ilmi ila nozil qilingandir. Undan o'zga biron iloh yo'qdir. Endi musulmon bo'larsizlar. Kimki dunyo hayotini va uning ziynatini istasa, uning amallari samarasini unda to'liq beramiz. Ularga unda kamaytirilmas. Ana o'shalar ularga oxiratda
olovdan boshqa hech vaqo yo'q kimsalardir. Qilgan hunarlari habata bo'ldi va qilgan amallari botildir. O'z Robbidan aniq hujjatga ega bo'lgan, unga o'sha Robning o'zidan guvoh ergashgan va u guvohdan oldin Musoning kitobi imom va rahmat holida unga shohid bo'lgan kishiga kufr keltiradilarmi? Ana o'shalar u shohidga iymon keltirurlar. Guruhlardan kim unga kufr keltirsa, unga va'da qilingan joy olovdir. Sen u haqda shubhada bo'lma. Albatta u Robbingdan kelgan haqdir. Lekin odamlarning ko'plari iymon keltirmaslar. Allohga nisbatan yolg'on to'qigan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Ana o'shalar Robbilariga ro'bara qilinurlar va guvohlar ayturlar. Mana ular Robbilariga nisbatan yolg'on to'qiganlardir. Ogoh bo'ling kim Allohning la'nati zolimlargadir. Ular Allohning yo'lidan to'sadigan, uning qing'ir bo'lishini istaydiganlar hamda ular oxiratga kofir bo'luvchi kimsalardir. Ana o'shalar yer yuzida qochib qutuluvchi bo'la olmadilar. Ularga Allohdan o'zga birorta do'st ham bo'lmadi. Ularga azob bir necha barobar qilinur. Ular eshitishga qodir bo'la olmadilar va ko'ra olmadilar ham. Ana o'shalar o'zlariga ziyon qilganlardir va to'qigan narsalari ulardan g'oyib bo'ldi. Hech shubha yo'qki, albatta ular oxiratda yana ham ko'proq ziyon ko'ruvchilardir. Albatta iymon keltirganlar, solih amallarni qilganlar va Robbilariga ishonch ila bo'ysunganlar, ana o'shalar jannat sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Bu ikki guruhning misoli xuddi ko'r va kar hamda ko'ruvchi va eshituvchiga o'xshaydir. Ular bir-birlariga barobar bo'la oladilarmi? O'ylab ko'rmaysizlarmi? Batahqiq Nuhni o'z qavmiga, albatta men sizlarga ochiq-oydin ogohlantiruvchiman. Allohdan o'zgaga hech ibodat qilmanglar. Albatta men sizlarga alamli kunning azobi bo'lishidan qo'rqaman degizib yubordik. Uning qavmidan kufr keltirgan zodagonlar, biz sening ham faqat o'zimizga o'xshagan bashar ekaningni ko'rayapmiz. Senga ichimizdan esi yo'q pastkashlarimiz-gina ergashayotganini ko'rayapmiz. Sizlarning bizdan ustun fazlingizni ko'rmayapmiz. Balki sizlarni yolg'onchi deb bilamiz, dedilar. U, ey qavmim, aytingchi, agar Robbimdan aniq hujjatga ega bo'lgan bo'lsam va u menga o'z huzuridan rahmat bergan bo'lsa-yu, sizga maxfiy qolgan bo'lsa, garchi yoqtirmasangiz ham uni sizga majburlaymizmi? dedi. Ey qavmim, buning uchun sizlardan mol, dunyo so'ramasman. Mening ajrim faqat Allohning zimmasidadir. Men iymon keltirganlarni haydovchi emasman. Albatta, ular Robbilariga ro'baro bo'luvchilardir. Ammo men sizlarning johil qavm ekaningizni ko'rmoqdaman. Ey qavmim, agar ularni haydasam, kim menga Alloh azobidan qutulishga yordam beradi? O'ylab ko'rmaysizlarmi? Sizlarga huzurimda Allohning xazinalari bor demasman. G'aybni ham bilmasman. Men farishtaman demasman. Ko'zingizga haqir ko'rinayotganlarga Alloh hargiz yaxshilik bermas demasman. Ularning nafslarida nima borligini Alloh yaxshi biladir.
aks holda men albatta zolimlardan bo'lib qolurman dedi. Ular: ey Nuh, batahqiq biz bilan tortishding va tortishuvni ko'paytirib yubording. Endi agar rostgo'ylardan bo'lsang, bizga va'da qilayotgan narsangni keltir, dedilar. U aytdi: albatta, uni sizlarga agar xohlasam, faqat Allohgina keltiradi va sizlar u zotni ojiz qoldiruvchi emassiz. Va agar Alloh sizlarni yo'ldan ozdirishni istasa, men nasihat qilishni iroda qilganim bilan nasihatim sizlarga manfaat bermas. U sizning Robbingizdir va ungagina qaytarilursiz. Yoki uni to'qib olgan derlarmi? Agar uni to'qib olgan bo'lsam, jinoyatim o'z zimmamda va men siz qilayotgan jinoyatga aloqador emasman, deb ayt. Va Nuhga vahiy qildikki, qavmingdan iymon keltirganlardan boshqa hech kim iymon keltirmas. Bas ularning qilayotgan ishlaridan qayg'uga tushmagin. Bizning rioyatimiz va vahyimiz ila kema yasagin hamda zulm qilganlar to'g'risida menga gap ochmagin. Albatta ular g'arq qilinuvchilardir. U kema yasarkan, o'z qavmidan bo'lgan zodagarlar qachon uning oldidan o'tsalar, uni masxara qildilar. U dedi: agar bizni masxara qilsangiz, biz ham xuddi siz bizni masxara qilganingizdek sizni masxara qilurmiz. Bas yaqinda kimga sharmanda qiluvchi azob kelishini va kimning ustiga muqim azob tushishini bilib olursiz. Nihoyat amrimiz kelib, tannur favvora otganda, u kemaga har bir turdan bir juftdan hamda avval u haqida so'z ketgan kimsadan boshqa ahlingni va iymon keltirganlarni ol, dedik. U bilan birga faqat juda ozchilik iymon keltirgan edi. Va unga uning yurishi ham, turishi ham Allohning nomi ila deya meninglar. Albatta Robbim o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir, dedi. Va u kema ularni tog'lardek to'lqinda olib ketayotganida, Nuh bir chetda turgan o'g'liga: ey o'g'lim, biz bilan birga mingin, kofirlar bilan birga bo'lmagin, deya nido qildi. U: toqqa joylashib olsam, meni suvdan saqlaydi, dedi. U esa: bugun Allohning amridan saqlovchi yo'qdir, kimni rahm qilsagina mustasno, dedi. Shunda oralarini to'lqin to'sdi va u o'g'il g'arq bo'lganlardan bo'ldi. Ey yer, suvingni yutgin, ey osmon, o'zingni tutgin, deyildi. Suv quridi, ish bitdi va kema judiyga joylashdi hamda zolim qavmlar yo'qolsin, deyildi. Nuh Robbiga nido qilib: Robbim, albatta o'g'lim ahlimdandir, albatta va'dang haqdir va sen hukm qiluvchilarning eng adolatlisisan, dedi. U zot: ey Nuh, albatta u ahlingdan emas. Albatta u yaxshi amal emasdir. Mendan o'zingni ilming bo'lmagan narsani so'ramagin. Men senga johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman, dedi. U: Robbim, men o'zimning ilmim bo'lmagan narsani sendan so'ramoqdan panoh tilarman. Agar meni mag'firat qilmasang va menga rahm ko'rsatmasang, ziyon ko'ruvchilardan bo'lurman, dedi. Ey Nuh, bizdan senga va sen bilan birga bo'lgan ummatlarga bo'lgan salom va barakotlar ila
kemadan tushgin. Yana bir ummatlar bo'lur, ularni bir oz bahralantirurmiz, so'ngra ularni bizdan bo'lgan alamli azob tutar, deyildi. Bular g'ayb xabarlaridan bo'lib, ularni senga vahiy qilmoqdamiz. Bundan oldin ularni sen ham bilmas eding va sening qavming ham. Bas, sabr qil. Albatta, oqibat taqvodorlarnikidir. Va Odga o'z birodari Hudni yubordik. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qiling. Siz uchun undan o'zga iloh yo'q. Sizlar faqat to'qib oluvchilarsiz, xolos. Ey qavmim, buning uchun sizlardan ajr so'ramasman. Mening ajrim faqat meni yo'qdan bor qilgan zotning zimmasidadir. Aql yuritmaysizlarmi? Ey qavmim, Robbingizga istig'for ayting, so'ngra unga tavba qiling. Shunda u ustingizdan yomg'irni mo'l ko'l qilib yuboradi va quvvatingizga quvvat ziyoda qiladi. Jinoyatchi bo'lgan holingizda yuz o'girib ketmang. Ular aytishdi: Ey Hud, bizga ochiq oydin hujjat keltirmading. Biz sening gaping uchun olihalarimizni tark qiluvchi emasmiz va biz senga iymon keltiruvchi ham emasmiz. Biz faqat seni ba'zi olihalarimiz yomonlik ila uribdi deymiz, xolos. U aytdiki: Albatta, men Allohni guvoh qilaman va siz ham guvoh bo'lingki, men siz shirk keltirayotgan narsalarga aloqador emasman. Undan o'zga, bas hammangiz menga qarshi hiyla qiling-da, menga muhlat bermay qo'yavering. Albatta, men Robbim va Robbingiz bo'lmish Allohga tavakkul qildim. Har bir o'rmalaydigan narsaning peshonasi uning changalidadir. Albatta, Robbim to'g'ri yo'ldadir. Agar yuz o'girib ketsangiz, batahqiq men sizlarga nima ila yuborilgan bo'lsam, uni sizlarga yetkazdim. Robbim o'rningizga sizdan boshqa qavmni keltiradi va siz unga hech bir zarar yetkaza olmassiz. Albatta, Robbim har bir narsani muhofaza qiluvchidir. Amrimiz kelgan paytda Hudga va u bilan birga iymon keltirganlarga o'z rahmatimiz ila najot berdik va ularni qattiq azobdan qutqardik. Ana o'sha Oddir. Ular Robbilarining oyatlarini inkor qildilar, uning rasullariga osiy bo'ldilar, har bir jabirchi va qaysarning amriga ergashdilar. Ularga bu dunyoda ham, qiyomat kunida ham la'nat ergashtirilur. Ogoh bo'lingkim, albatta Od Robbilariga kufr keltirgan edi. Ogoh bo'ling, Hud qavmi, Od yo'qolsin. Va Samudga o'z birodarlari Solihni yubordik. U: Ey qavmim, Allohga ibodat qiling. Siz uchun undan o'zga iloh yo'q. U sizni yerdan paydo qildi va uni obod qilishingizni talab qildi. Bas, undan mag'firat so'rang. So'ngra unga tavba qiling. Albatta Robbim o'ta yaqindir, o'ta ijobat qiluvchidir, dedi. Ular: Ey Solih, bundan oldin ichimizda orzu qilingan eding. Endi bizni ota-bobolarimiz ibodat qiladigan narsaga ibodat qilmog'imizdan qaytarasanmi? Albatta, biz sen da'vat qilayotgan narsa haqida shak shubhadamiz, dedilar. U dedi: Ey qavmim, aytingchi, agar Robbim tomonidan ochiq oydin hujjatga ega bo'lsam va menga u zotdan rahmat berilgan bo'lsa-yu, unga osiy bo'lsam, kim menga Alloh azobidan qutulishga yordam beradi?
Bas sizlar menga ziyondan o'zgani ziyoda qilmassizlar. Ey qavmim, Allohning mana bu tuyasi sizga oyat, mo'jizadir. Bas uni tek qo'yinglar. Allohning yerida yeb yursin. Unga yomonlik yetkazmanglar. Aks holda sizni yaqin azob ushlaydir. Bas u tuyani so'ydilar. So'ngra u diyoringizda 3 kun bahramand bo'lib turing. Bu yolg'on bo'lmagan va'dadir, dedi. Amrimiz kelgan paytda o'z rahmatimiz ila Solihga va u bilan birga iymon keltirganlarga najot berdik va o'sha kunning sharmandaligidan qutqardik. Albatta Robbing o'zi o'ta quvvatlidir, o'ta izzatlidir. Va zulm qilganlarni dahshatli qichqiriq oldi. Bas o'z diyorlarida muk tushib qoldilar. Xuddi unda turmaganga o'xshab, ogoh bo'lingkim, albatta Samud Robbilariga kufr keltirgan edilar. Ogoh bo'lingkim, Samud yo'qolsin. Batahqiq elchilarimiz Ibrohimga xushxabar keltirdilar. Ular salom dedilar, u salom dedi. Va ko'p o'tmay qovurilgan buzoq keltirdi. Ularning qo'llari u taomga yetmayotganini ko'rib, ulardan hayron bo'ldi va ichida xavfsiradi. Ular, qo'rqma, biz Lut qavmiga yuborilganmiz, dedilar. Tik turgan xotini kuldi. Bas unga Ishoqning va Ishoqdan keyin Yaqubning xushxabarini berdik. U, voy sho'rim, o'zim kampir, mana u erim chor bo'lsa ham tug'amanmi? Albatta, bu ajib narsa-ku, dedi. Ular, Allohning amridan ajablanasanmi? Sizlarga Allohning rahmati va barakoti bo'lg'ay, ey xonadon ahli. Albatta, u o'ta maqtalgandir, o'ta sharaflangandir, dedilar. Ibrohimdan qo'rqinch ketib, xushxabar yetgach, biz bilan Lut qavmi haqida bahslasha boshladi. Albatta Ibrohim halim, nolon va tez qaytuvchidir. Ey Ibrohim, bundan voz kech, chunki Robbingning amri kelib bo'lgan. Albatta ularga qaytarilmas azob kelgusidir, deyishdi. Elchilarimiz Lutga kelgan paytlarida ular sababli yomon holga tushdi va qo'l oyog'i bo'shashdi hamda bu qiyin kundir, dedi. Qavmi unga shoshilib, xalloslab yetib keldi. Ular bundan oldin gunohlar qilar edilar. U, ey qavmim, mana bular mening qizlarim. Sizlar uchun ular pokroq-ku. Bas Allohdan qo'rqing. Mehmonlarim borasida meni sharmanda qilmang. Ichingizda birorta tuzukroq odam yo'qmi? dedi. Ular, qizlaringga hojatimiz yo'qligini bilgansan va sen nimani istayotganimizni ham albatta bilasan, dedilar. U sizlarga quvvatim yetsa qani edi, yoki mustahkam yerga berkinsaydim, dedi. Ular, ey Lut, biz Robbingning elchilarimiz, bular senga hargiz tega olmaslar. Bas kechaning bir bo'lagida xotiningdan boshqa ahling ila yo'lga chiq va sizlardan hech kim o'girilib qaramasin. Chunki ularga yetadigan musibat u ayolga-da yetuvchidir. Ularga va'da qilingan vaqt subhdir. Subh yaqin emasmi? dedilar. Amrimiz kelgan paytda u o'lkani ostin-ustun qildik va ustidan ketma-ket sopol toshlarni yog'dirdik. Ularga Robbing huzurida belgi qo'yilgan edi va ular zolimlardan uzoq emasdir.
Va Madiyanga birodarlari Shuaybni yubordik. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qiling. Siz uchun undan o'zga iloh yo'q. O'lchovni va tarozini kamaytirmanglar. Albatta men sizlarni yaxshilikda ekaningizni ko'rib turibman. Albatta men sizlarga o'rab oluvchi kun azobi bo'lishidan qo'rqmoqdaman. Ey qavmim, o'lchov va tarozini adolat ila to'la ado eting. Odamlarning narsalarini kamaytirib qolmang va yer yuzida yomonlikda haddan oshib buzg'unchilardan bo'lmang. Agar mo'min bo'lsangiz, Allohning qoldirgani siz uchun yaxshiroqdir. Men sizning ustingizda qo'riqchi emasman. Ular: Ey Shuayb, namozing senga bizning ota-bobolarimiz ibodat qiladigan narsani tark qilmog'imizni yoki mollarimizda xohlaganimizni qilmasligimizni amr qilmoqdami? Sen juda ham halim va to'g'risan-da, dedilar. U aytdi: Ey qavmim, aytingchi, agar Robbimdan ochiq oydin hujjatga ega bo'lsam-chi va meni o'z tarafidan yaxshi rizq ila rizqlantirilgan bo'lsa-chi, sizlarni qaytarayotgan narsamda sizlarga xilof qilmoqchi emasman. Imkonim boricha faqat isloh qilishni istayman. Muvaffaqiyatim faqat Allohga bog'liq. Ungagina tavakkul qildim, ungagina ko'p tavba qilurman. Ey qavmim, menga muxoliflik qilish sizlarni yo Nuh qavmiga, yo Hud qavmiga yoki Solih qavmiga yetgan musibatga o'xshash musibat yetishiga olib bormasin. Lut qavmi sizlardan uzoq emas. Robbingizdan mag'firat so'rang, so'ngra unga tavba qiling. Albatta Robbim o'ta rahimlidir, barchaga yaxshilikni ravo ko'ruvchidir. Ular: Ey Shuayb, aytganlaringning ko'pini yaxshi tushunmadik va biz seni ichimizda zaif hol ko'ryapmiz. Agar odamlaring bo'lmaganida seni toshbo'ron qilar edik. Sen biz uchun aziz emassan, dedilar. U: Ey qavmim, mening odamlarim sizlar uchun Allohdan ko'ra azizroqmi? Unga orqangizni o'g'irib oldingiz. Albatta, Robbim qilayotgan amallaringizni qamrab oluvchidir. Ey qavmim, imkoningizdagi amalni qilavering. Men ham amal qiluvchiman. Kimga sharmanda qiladigan azob kelishini va kim yolg'onchi ekanini tezda bilasizlar. Kutinglar, men ham sizlar ila kutuvchiman, dedi. Amrimiz kelgan paytda Shuaybga va u bilan birga iymon keltirganlarga o'z rahmatimiz ila najot berdik. Zulm qilganlarni esa dahshatli qichqiriq tutdi va o'z diyorlarida muk tushib qoldilar. Xuddi u yerda yashamagandeklar. Ogoh bo'ling. Xuddi Samud yo'qolgandek, Madiyan ham yo'qolsin. Batahqiq Musoni oyatlarimiz va ochiq oydin hujjatimiz ila yubordik Fir'aun va uning a'yonlariga. Bas ular Fir'aunning amriga ergashdilar. Fir'aunning amri esa to'g'ri emas edi. U qiyomat kuni qavmini boshlab kelur. Bas ularni olovga kiritur. U qanday yomon kirilgan joydir. Bu dunyoda ham, qiyomat kunida ham ularga la'nat ergashtirilur. U qanday yomon berilgan atodir. Bu shahar qishloqlarning xabarlaridan bo'lib, ularni senga qissa qilayotirmiz. Ulardan qoyim turganlari ham bor, yig'ishtirilganlari ham bor. Ularga zulm qilmadik, lekin o'zlariga zulm qildilar. Robbingni amri kelgan paytda Allohni qo'yib
iltijo qilayotgan olihalari hech qanday asqotmadilar. Ularga ziyondan boshqani ziyoda qilmadilar. Robbing zolim shahar qishloqlarni ushlaganida ana shunday ushlaydir. Albatta, uning ushlashi alamli va shiddatlidir. Albatta, bunda oxirat azobidan qo'rqqan kishi uchun oyat, ibrat bordir. Bu kun odamlar jamlanadigan kundir. Bu kun shohid bo'linadigan kundir. Uni biz faqat sanoqli muddatga kechiktiramiz. U kelgan kunda u zotning iznisiz hech bir jon gapira olmas. Bas ulardan badbaxtlari va baxtlilari bordir. Bas badbaxt bo'lganlar olovdalar. U yerda ular uchun dod, faryod bor. Modomiki osmonlar u yer bor ekan, unda mangu qoluvchidirlar. Robbing xohlaganlar mustasno. Albatta, Robbing iroda etganini qiluvchidir. Baxtli qilinganlar jannatadirlar. Modomiki osmonlar u yer bor ekan, ular unda mangu qoluvchidirlar. Robbing xohlaganlar mustasno. Bu kesilmas atodir. Ana ular ibodat qilayotgan narsada shubhada bo'lma. Ular oldin otalari ibodat qilganga o'xshash ibodat qiladilar, xolos. Va albatta, biz ularga nasibalarini kamaytirmay, to'liq qilib beramiz. Batahqiq Musoga kitobni berdik. Bas u haqida ixtilof qilindi. Agar Robbingdan o'tgan so'z bo'lmaganida, oralarida albatta hukm chiqarilgan bo'lar edi. Albatta ular u haqda shak shubhadadirlar. Albatta Robbing hammaga amallariga yarasha to'liq vafo qilur. Chunki u qilayotgan narsalaridan xabardordir. Bas buyurilganingdek mustahkam tur va sen bilan tavba qilganlar ham tug'yonga ketmanglar. Albatta u qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Zulm qilganlarga moyil bo'lmanglarki, u holda sizni o't olov tutgay. Siz uchun Allohdan o'zga do'stlar yo'q. So'ngra yordam berilmaysizlar. Nahorning ikki tarafida va kechaning bir bo'lagida namozni to'kis ado qil. Albatta, yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi. Bu esa eslovchilarga eslatmadir. Va sabr qil. Bas albatta Alloh yaxshilik qiluvchilarning ajrini zoyi qilmas. Sizdan oldingi avlodlar ichida yer yuzida buzg'unchilikdan qaytaradigan fazilat egalari bo'lganida qani edi. Ulardan biz najot bergan ozgina kishilar mustasno. Zulm qilganlar esa maishat ortidan ketdilar va jinoyatchilardan bo'ldilar. Robbing ahli isloh qiluvchi bo'lgan shahar qishloqlarni zulm ila halok qilishi aslo mumkin emas. Agar Robbing xohlasa, odamlarni bir ummat qilardi. Ular ixtilof qilishda bardavom bo'lurlar. Robbing rahim qilganlaridan boshqalari. Ularni shuning uchun yaratgandir. Robbingning jahannamni albatta jinlar va odamlar bilan tamomila to'ldirirman degan so'zi batamom bo'ldi. Qalbingni sabotli qilish uchun senga rasullar xabarining hammasini qissa qilib aytmoqdamiz. Bu surada senga haq va mo'minlarga mav'iza hamda eslatma keldi. Iymon keltirmaydiganlarga aytgin, o'z holi qudratingizcha amal qilavering. Albatta, biz ham amal qiluvchilarmiz. Va intizor bo'linglar. Albatta, biz ham muntazirmiz. Osmonlar va yerning g'ayb ilmi Allohga xosdir. Ishning barchasi unga qaytarilur. Biz
unga ibodat qil va ungagina tavakkul qil. Robbing qilayotgan amallaringdan g'ofil emasdir.